أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazli ve muvaffaq qilishi bilan Sura Hujuratni davomlashtirib kelayotgan darsninki oxirisini davomlashtiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa أصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Aldı bilen bu ayetninki şu sebep hakkında kısqış toxtalımız. Ondan keyin ayetning umumi mazmuni hakkında toxtalımız. Ondan ayettin bugünkü kunda biz paydalanışıq tegishlik hükümler hakkında kısqış toxtalımız. Bu ayetning şu sebep hakkında Peygamber aleyhisselam'ninki hadislerde her xil hadislar kelgan. Şu hadislarninki qatoridan bu ayetning şu sebebi Anas ibn Malik radıyallahu anhu bayan qilgan hadisda tuvandekidek bayan qilinadi. Bir kuni Peygamber aleyhisselamga Abdullah ibn Ubayning yaniga bir bormaylimi degan fikr o'ttirib qo'yaldi dedi. Peygamber aleyhisselam ma'qul deb Rasulullah bir eshakka minib, sahabeler Rasulullahning keyindan minib bu Abdullah ibn Ubay oltağan sorunga Peygamber aleyhisselam bağan dedi. Şu vakitte Peygamber aleyhisselamның işige bu sorunga yakın berip şu yerde siyip koygan dedi. Şundan keyin Abdullah ibn Ubay Peygamber aleyhisselamga ileyke anni laqad azani natanu himarik mendin jiraqket senin işigenin sesqi Mağa azar yetkizdi. Men sesq puraqçı diyanmidim. Mendin jiraqtu deb Rasulullah'a muşunda qopal talappuzda gap qildi. Muş vaqtda Abdullah ibn Ravaha radıyallahu anhu darhal o'rnidan turib, "Vallahi inna riha bawla himari Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem atyabu min miskik." Allah bilan qasamki Peygamber aleyhisselamның işiginin fırqı yaki Resulullah'ның işigininki südükinin fırqı sen üzenge süküvagan miskinin fırqıdın yaxşı onundan xuşboy deb bununla çok qattiq rat qaytudi. Muş vaqtda bu Abdullah ibn Ubayning qabilasidan bo'lgan bir adam qopab Abdullah ibn Ravahaga çok ayeti qopal rat qaytudi. Şunun bilan bu iki tarafdan Abdullah ibn Ubayni qo'llagan yoki buning qabilasidan bir qism kishilar bu yerda o'zining qabilavozligi tutib qolib, bu Rasulullahning sahobalari bilan ikki taraf o'tirsida oyog'ini etish, mushlishish, xomining yog'ochlari bilan, xomining shoxlari bilan birsi-birisini urushdan iborat mushundaq bir jidal kelib chiqdi. Bana muş vakitte bu ayet düşken deb bayan qildi. Ve bunundan başka Avs bilan Hazraj qabilasi o'tirsida ma'lum jidal bo'lib shu sababdan düşken degan olimlar bor. Demak, bu Rasulullahning zamonida Peygamber aleyhisselamның sahabalari o'tirsida bo'lgan bir jidal, bir xafalıqning sababidan bu ayet düşken. Birisi Abdullah ibn Ubay, yani munafiqlarning eng cho'ngi mushularni qo'llab yoki sen mushuning qo'pol gap qilding degan sababdan yana bir tarafcho
Peygamber aleyhisselamni qo'llab Abdullah ibn Ubayninki qiygan gipiga rad qaytirib mush sababdan bu jidal, bu xapiliq kelib chiqdi. Demak, mush xapiliqning sababidan yoki buningdan boshqa sababdan bo'lsin yoki sababsiz bo'lsin, musulmonlar o'ttirisida mushundaq jidal bo'lib qolsa, talashtatış bo'lib qolsa, qandaq hal qilishninki chorasi sifatida mana bu oyat tushgan. Bu oyatninki qisqacha mazmuni haqida to'xtalsak, Alloh subhanahu va taolo eng boshda bu oyatni va in taifatani deb in degan so'z bilan ishlatdi. Keltirdi. In degan so'z arab tilida bo'lishini ayt az. Ya'ni ko'pincha holatda bo'lmaydigan, bo'p qolsa ayt az vaqtda yuz beradigan ishga ishlatiladigan bir so'z. Demak, bu yerdagi maqsad nima desa, musulmonlar o'ttirisida, mu'minlar o'ttirisida bundaq urushning bo'p qolishi ayt az. Amaliyotga qarab, voy mu'minlar ichida, musulmonlar ichida urushlar jiq bo'layotdi-ku deyishimiz mumkin. Bundaq deganda bu yerdagi maqsad inni keltirishdiki, zor urush oz bo'lishi kerak. Amal qilib urush bo'lmasligi kerak. Urush bo'lib qolgan taqdirda nayta az darajada, az vaqtda, az holatda bo'lib qolishi mumkin deganni ifodalamoqchi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va in degan so'z bilan keltirdi. Ikkinchi bu yerda toifa deb keltirdi. Bu toifa degan so'z birlik ham ko'plik hammasiga o'xshash ishlatiladigan so'z. Buning ma'nosi ya'ni kishilar ya ma'lum jamoat degan ma'noda. Jamoat degan ma'noda. Bu toifa degan so'z odatda firqa degan so'zning arab tilidagi ozliqni ifodalaydi. Toifa degan shu nayt az bir guruhni, az bir jamoatni ifodalaydi. Xuddi Alloh Qur'oni Karimda falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatul yatafaqahu degandek. Demak, bu firqa degan ko'p sonni ifodalasa, toifa degan shu firqa degan so'zning ichidan az bir sonni ifodalaydigan mushundaq bir so'z. Buningdan bo'lgan maqsad nima desa, bu urush birga az yuz berish kerak va yuz berib qolgan taqdirda azg'ini jamoatlar ichida yuz berish kerak. Bu umumlashmaslik kerak deb mushuningga mu'minlarni qiziqtirmoqchi. Ondan ayg'idillan minal mu'minin deb bu yerda mu'minin degan so'zni alohida bayon qildi, zikr qildi. Asl oyatning boshida ya ayyuhallazina amanu deb bor. Ya ayyuhallazina amanu deb iymon xitobi, iymon so'zi bo'lgandan keyin minkum desin bulute. Lekin minkum demay minal mu'minin deb buni alohida aslatishi, bundaq jidal, bundaq kurash, bundaq xapiliq, adovat mu'minlarning ishida bo'lmaslik kerak deb ashunga butun mu'minlarni diqqat qilishi, butun mu'minlarning alohida ziddiyatning kelib chiqishining oldini olishga qiziqtirish maqsadida shuncha minal mu'minin deb alohida bularning iymon degan sifatini qayta bir eslatdi. Undan keyin iqtatalu deb keltirdi masalan. Taqtatilu deb keltirmadi. Nima uchun desa, arab tilida bu kelajakni ifodalaydigan so'zlar ko'pincha davomliqni, har doimlikni, yangilanib turishni ifodalaydi. Bu yerda o'tib ketgan zamonni ifodalaydigan bundaq so'zni keltirishim uchun bundaq urushninki davomliq bo'lishining loyiq emasligini mu'minlarga o'rgatmoqchi, tunutmoqchi. Demak, oyatning o'zidan bundaq ziddiyat, adovatning mu'minlarning ichida yuz berishining loyiq emasligi. Agar yuz berib qolgan taqdirda darhol isloh qilishga oldirashning zarurligini bayon qilmoqchi. Umumiy oyatga qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda mu'minlarningki o'zaro urushib qolishninki imkoniyatining borlig'ini ifodaladi. Lekin mush urushib qoldigan
birisi-birisining qenni tüküdigan holatda bo'lsa-mu, bulardan iymon degan sifatni Alloh subhanahu va taolo elib etmadi. Balki bularning urushishi, o'zaro jidallashishi, adovatlashib qolishi bilan bo'lsa-mu, bular mu'min deb sifatildi. Mu'min deb sifatildi. Shuning uchun İmam Buxoriy rahimahulloh va uningdan boshqa nurg'un olimlarimiz mush oyatni odatda müminlarning iymondan har qancha gunoh qilib qolsa-mu, iymondan chiqib ketmaydiganligiga dalil qilgan. Bu gunoh qanchalik cho'mib ketishdan qat'iy nazar müminlar gunoh bilan iymondan chiqib kafir bo'lib ketmaydi degan dalil qilgan. Tabii halde bir yerde şirk bunun sırtına, şirkten eğer günah yok, Allah şirk keltirişinin üze imandan çıkardı her kandak insan ne? Muşunun tipik delili sübtede İmam Buxoriy rahimahullah, Ebu Bekrah radıyallahu anhu'dan bir hadisini bayan kıygan. Bu hadiste Peygamber aleyhisselam bir güne hutb sözlavatı Müslümanlığa dedi. Resulullah ile birge minberde Hasan ibn Ali radıyallahu anhu batı. Peygamber aleyhisselam bir qatim bu Hasan ibn Ali o'zining davrasiga qarsa, yana bir qatim musulmonlar qarab, "Inna ibni hadha la sayyid. La'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin." deb mushnaq degan deydi. Cho'qim mening bu navram, mening bu balam arahida ulug', hurmatga sazovar bir yigit bu. Allah subhanahu va taolo mushbar orqali musulmonlardan bo'lgan ikki guruh, ikki jamoat o'ttirisidagi ziddiyatni, xafarliqni isloh qiladi deb mushnaq degan. Demak, xuddi Rasululloh mush hadisda umum ummatga xabar berib yetkazgandek, keyin Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu Shamdagi musulmonlar bilan Iroqdagi musulmonlar o'ttirisida bo'lgan xafarliq, ziddiyat, adovat, urushni tugitishda alohida as qo'shgan va musulmonlarning ikki jamoatning birlashishiga birdan bir sababchi bo'lgan zot, sababchi bo'lgan kishi. Shu sababdan Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu xilofatdan voz kechib Shamdagilarga xalifalikni o'tinib bergan yilnisi islom tarixida Amul Jamoa. Bu musulmonlar birlashgan yili deb atalgan. Musulmonlar birlashgan yili deb atalgan. Shuning uchun mana bu hadisda musulmonlardan urushib qolganlarni Peygamber aleyhisselam ikki guruh urushib qolgan bo'lsa-mu, musulmon deb atadi. Bu urushdan, qon to'kishdan eg'ir bir jinoyat yo'q. Nayt zo'r eg'ir jinoyat bu. Allah Qur'oni Karimda "Va may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Qandaq bir odam bir mu'minni qasddan o'ltirsa, buning joyi, buning jazosi jahannam do'zax urudi degan. Mushundaq eg'ir bu urushgandan keyin tabiiy holda qasddan o'ltirish va birisi-birisini qasddan o'ltiradigan gap. Ashundaq bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo ma oyatda mu'min deb sifatildi. Shuning uchun biz hayotimizda o'zaro birisi-birimizni ma'lum fikrning o'xshashmasligi, tanlab ma'gan yo'lning o'xshashmasligi sababidan ma kafir, ma bid'atchi, ma davzihi bu deb hukm chiqarish bu bizning haqqimiz emas. Allah subhanahu va taolo o'zining mu'min bandalarni xatolashgan bo'lsa, gunoh qilgan bo'lsa, xolisi afu qiladi, xolisi jazolaydi. Hech qanday bir shaxsning o'zining la ilaha illalloh deb turgan, buning taqozosi bo'yicha amal qilib turgan, tirishib turayotgan, shuning bilan birga shu tirishish bilan ancha-muncha xatolashib qolayotgan, gunoh qilib qolgan kishilarni o'zining ko'ngli yoqmaganligi, yomon ko'rganligi sababidan voy paloni kafir, pustani andamanda davzaxi yoki bu qilgan ishi palonini aniq davzaxga ilib bordi deb hukm qilish bu mu'minlarningki axloqi emas. Bu mu'minlarning tutib mangan yo'li emas. Payg'ambar alayhissalom hadis sharifda "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma" deb mushnaq degan. Qandaq bir odam o'zining mu'min qarindishiga "Ya kafir, sen kafir" desa, bu ikkisining biri kafir bo'lib ketadi. Deyilgan odam kafir bo'lgan bo'lsa, tabii u kafir. Agar
deyilgan kafir deb tuhmat qilingan odam kafir bo'lmagan bo'lsa, degichi odam kafir bo'lib ketadi degan gap buning ma'nosi. Shuning uchun biz alohida diqqat qilishimiz, hazar eylishimiz kerak. Bu oyatningki, ya'ni boshdagi biz olgan qisqacha bir foyda. Oyatning qisqacha, ya'ni ma'nosi hamda agar ikki jamoat musulmonlardan mushundaq urushib qolib qolsa, sizlarcho bu ikkisining o'ttirisini isloh qilib qo'yinglar dedi. Fa aslihu baynahuma. İkkisining o'ttirisini isloh qilib qo'yinglar dedi. Agar isloh qilishga bir taraf unab, yana bir taraf unumabdi. Rad qilibdi. Bundaq bo'lsa, sizlar unumagan taraf bilan islohotni rad qilgan taraf bilan urush qilinglar. Ya'ni uning qarshi urush qilinglar. Islohotni qabul qilgan taraf bilan birlashib turib, islohotni rad qilgan taraf bilan urush qilinglar. Ta ular Allohning buyrug'iga qaytqichilik deydi. Allohning buyrug'iga qaytish deganlik bu yerda olimlarimiz necha xil tafsir qilgan. Birinchi Allohning buyrug'i va Allohning rasulining buyrug'i va Allohningki rasuliga ergashgan yetakchi xalifa ulamoning buyrug'iga ergashish. İkinci bir ma'nosi Allah subhanahu va taolo bu yerda ziddiyatni ko'tarib o'tish, ziddiyatni tashlash, adovatlashishni tashlab ittifoqlik, birlik mana bu Allohning buyrug'i. Ya'ni bularcho tajovuz qilgan taraf cho'qim bu ziddiyatni tashlab Allah subhanahu va taolo tarafga, ya'ni Allohningki o'zingni isloh qilinglar, adovatni tugatinglar degan buyruqqa kelgichilik bu zolim taraf bilan urush qilinglar. Ondan keyin fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil adl. Agar bular qayssa, ya'ni Allohning buyrug'ini ijro qilishga ma'qul desa, isloh qilishga ma'qul desa, unisa fa aslihu baynahuma bil adl. Bularning bu ikki tarafning o'ttirisini sizlar adolat bilan isloh qilib qo'yinglar dedi. Yuqoridagi oyatda, ya'ni oyatning boshida fa aslihu baynahuma dedi. Bu yerda adolatni shart qilmadi. Bular islohotga kelgandan keyin ondan adolatni shart qildi isloh qilishdan. Nima uchun desa, yuqorida chekidan eshib zulm qilgandan keyin isloh qilishning yo'li birinchi nasihat qilish. Agar nasihatga unmagan taqdirda tahdid selish yoki buning bilan urushish, tahdid selish orqali, qo'rqitish orqali, nasihat qilish orqali islohotni qabul qilishga zorlash, majburlash zolimni, chekidan oshgan tarafni. Ondan bu urushni to'xtatib, islohotni qabul qilgandan keyin, ma'qul degandan keyin ondan hukmga o'tirgan gap. Fa aslihu baynahuma bil adl. Adolat bilan, ya'ni bular urushni to'xtatib haq qaytdi. Unda bo'lgandan keyin sizlar bularga hukm qilishdi-cho, bularni yo'qotishni maqsad qilmay, islohotning davomlashishi uchun sizlar adolat bilan bularga hukm qilinglar. Masalan, vayron bo'lgan malni to'lash masalalarida bo'lsin, to'kalgan qonlarni qandaq bir taraf qilish masalalarida bo'lsin, bu chaqdicho sizlar adolatni o'zingizga lozim tutinglar. Adolat bilan, haq bilan hukm qilinglar demoqchi. Shunga keyingi oyatning oxirisida fa aslihu baynahuma bil adl. Sizlar adolat bilan hukm qilinglar deb alohida mu'minlarni buyurdi. Onundan keyin va aqsitu innalloha yuhibbul muqsitin. Adolat bilan hukm qilinglar deb bo'lib, yana va aqsitu degan adolatni, insofni lozim tutinglar, insof bilan hukm qilinglar. Alloh adolatparvarlarni, insof qilguvchilarni yaxshi ko'radi deb qayta alohida ekilish shu. Yuqoridagi ma'lum urushib qolgan tarafni isloh qilishda, jidallashib qolgan tarafning orasini ayirishda adolat bilan hukm qilishga buyurish. Keyingi va aqsitu degan cho'q desa, sizlar umumiy ishinglarda, umumiy hayotingizda adolatni mustahkam ching tutinglar. Adolatga esringlar. Mayli kishilarning orasidagi munosabatda bo'lsin yoki o'zaro munosabatda bo'lsin, ayollar o'rtasidagi munosabatda bo'lsin, og'in do'stlar o'rtasida bo'lsin, tijoratchilar o'rtasida bo'lsin, zodi umumiy hayotingizda sizlar adolatni ching tutinglar demoqchi. Shuning uchun va aqsitu deb alohida ayrim ta'kidlab keldi.
Demek, adalet müminin hayatında en mühim bir nokta. Müslümanların hayatında tepelişi zürür boğan bir nokta. Bir mezmun. İslam dininin asaslık büyük gayelerinin biri insanlar hayatında adaletini turguzuş. Peygamber aleyhisselam hadis-i şerifte innel muqsitine indallahi yevmel kıyame ala menabira min nur ellezine ya'dilune fi hukmihim ve ehlihim ve ma veluh. Allah subhanahu ve ta'ala şukum adaletperverle, adaletini lazım tutqalla, adalet bilen yaşıqalla, adaletini kollap yaşıqalla, adalet bilen hüküm qiyqalla, Allah'ın dergahida kıyamet günü bula nurdun boğan minberlerde buludu. Digine alahidi kişiler kürdiğan, alahide hemme edem vay ma adaletperver kişilerken, hayatı dünyada adaletini izleptiken, adaletini dünyada vücut çıkarış için tırışçalık tiken dep, xuddi minberge çıkan imamını hemmedem köreleydi o, xuddi şunun dek, bu adaletperverlerini hemme adem köreleydi. Hem adam bulağı alahidi çok kızıqıdı. Hem adam kıyamet günü vay iset bizim muşuladek adaletperver bolsaqçı, adaletini söygen bolsaqçı dep bulağının dercisinin ki ne kadar yuqurlıqı, Allah'ın dergahide erişken makamının ne kadar kattırıqıdın ço, kişilerin hemmisi bulağı kızıqıdı. Bulağı qandık adam neyte deyse, bulağı özü qiyğan hükümlerde adaletini yaqlığalla, adaletini söygenle. Bu hükümler meyli özünün ziyniği olsun, ya ki özünün paydası olsun, her kandak vakit şu adaletini söygenler. Meyli jidelleşip qağallarını ayrıştı olsun, ya ki iqtisadi muamilde olsun, ya ki ayal münasibette olsun ve ehlihim dep alahide ekilişe köp xutulluqla öz ara ayalları şu adalet ile muamil qilish, balları vala öz balları şu adalet ile insaf ile muamil qilish, farqlı muamil qilmaslik. Hatta bir ayalı va adamı ço özünün ayalı bilen muamil qilganda adalet insaf ne? Alahidi özününki yol başçısı qilish, özünün meş'il qilib yaşashning zürürligini ta'kidlash. Ve ma valu digine her bir adam nimege mesul olgan bolsa özünün mesuliyet dairesi ço adalet için esilish, adaletni çın tutuş demekçi. Şunun için biz hayatımızda öz ara münasibetli bolsun, ya ki kişiler bilen boğan münasibetli bolsun, ayal oturustik münasibetli bolsun, her kandak mümin çokum adaletini lazım tutuş gerek. Adaletke çın esiriş gerek. Adalet ba adamga qarta muamil qilgandimi ço adalet bilen muamil qilishimiz gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Silage malum kavmninki, malum kişilerinki, silage qiygan düşmanligi, silage tutkan adavati, silaninki ula bilen muamil qiyğanda adaletini yaqılmasligınlığa, adaletin yırak iş qilishinglığa sebepçi boqqanmısın, adaletin yırak iş qilishinglığa elib bamısın. Sila adaletini çın tutunla, insafqa çın esiringla. Mana bu adalet için esilish, insaf için esilish bu takvadarlıqning en yakın alameti, en yakın belgisi. Allah subhanahu wa ta'aladan qo'rqinglar. Allah subhanahu wa ta'ala sila qilayotgan ishning hammini bo'lib turdi deb mushundoq degan. Shuning uchun hayotımizda o'zimiz yaxshi ko'rgan odamni haddidan ziyoda ko'tirdigan, o'zimiz yaxshi ko'rgan odamni ilimde olsun, ahlakta olsun, amal qilib onu yuqori darajaga ko'tarib, hürmetlep, haddidan ziyoda aşırıp, alahide ulug' bildigan, cho'ng bildigan ish var. Agar yomon ko'rib qolsaqchi desa, xuddi xil olimni, ahlilimni din uchun yaxshi xizmat qilayotganlarni cho shaytonning o'rnida tasvirlab, uni shundoq yomon ko'rishga va boshqalarning o shaxsni yomon ko'rishiga alahide kuchash, alahide haddidan ziyoda mushahda tirishchanlik qilish hayotımızda tepilishi mumkin. Şunun için Allah'tan qo'rqayli. Allah'tan insaf bilan, adalet bilan muamil qilishdan cho Allah'tan qo'rqib, her qandaq ishimizda insaf, adalet bilan muamil qilishga tirishchanlik qilayli. Bu oyatdan biz alohida
hayatımızda paydalanılan ilişki tegishli hükümler birinci olap çekidin aşkan adam bolsa, zulüm qilgan guruh bolsa, bunuga umum müminlarninki birlikte qarshi turishning zarurligi. Meyli bu çekidin eşiş iki cemaat o'ttirusida bo'pti yoki iki shaxs o'ttirusida bo'pti, har qanday vaqt shu umum müminlarning mas'uliyati çekidin aşkan zulüm qilgan tarafga birlikte qarshi turish. Zulüm qilinganlar bilan birlashib turib, zolimga qarshi turish har bir müminninki burchi, mas'uliyati. İkinci, mushundaq urush qilishda, qarshi turishda agar ma'lum müminlar yetarlik bo'lsa, qolganlarimiz hammamizning shu aralishish zarur emas. Ya'ni isloh qilishda hammadan aralashib isloh qilaman desa, ba'zi vaqtda xafalık, adovat, mushkila yo'g'inab ketishi mumkin. Shuning uchun qanchalik odam bilan yaxshi, foydali natijaga erishgani bo'ldi ekan, shunchalik odam qilsa bo'ladi bu ishni, bu islohotni. Hamma odamning aralashishi zarur emas. Va shundaqla olimlarimiz Alloh subhanahu va taoloning fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil adl degan mushu oyatdan Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullah nima deb hukm olgan desa, va min al-adli fil islahi alla yutalibu bima waqa'a baynahum min damin wala mal. Islah qilishda adolatning jumlasidan bu urushib qolgan, qon to'kashgan, adovatlashgan ikki taraf birsidan mush urushning natijasida kelib chiqqan ziyonni talab qilmaslik deydi. Mayli bu ziyon mol mulk bo'lsin yoki hatto qon bo'lsin, buni talab qilmaslik kerak. Chunki sen mendan manshlik adamni uğan, ya o'ltirayotgan, ya menda azar yetkizgan. Shuni bergan vaqtingda andin men sen bilan isloh bo'laman, bo'lmas isloh bo'lmayman deyishning o'zi bu ziddiyatning, bu fitnaninki davomlashishiga sababchi bo'ladi. Bu qisas qiyot kelib ketadi chaqda. Qisasda har odam qisas olaman desa, agar shuning sharoiti bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, qisas olaman deganda taqim zo'r ziyon kelib chiqmasa, shu vaqt tamam. Qisas olaman desa bu o'zining haqqi, mayli shaxs bo'lsin yo jamoat bo'lsin. Qachoniki qisas olaman desa, bu ziddiyat taqim yo'g'inaydi ekan. Xapriq taqimi kengaydi ekan, davomlashadi ekan, isloh qilish mumkin emas ekan. Bunda bo'lganda mazlum tarafmi insof qilish kerak. Islohotni deb, Allohning ajrin deb ba'zi vaqtda ikkili taraf o'zining haqqidan voz kechmasa, isloh qilish mumkin emas. Isloh deganlikning o'zi nima desa, cho'qim bir tarafga azroq zulm bo'lib qolishi mumkin. Bir taraf o'zining haqqini to'liq ololmasligi mumkin. Lekin ashunda bo'lsa-mu, Alloh beradigan mukofotini deb, musulmonlarning birlashishin deb, mu'minlar o'rtasidagi ittifoqlikning zarurligini o'ylab, Allohning o'zaro isloh qilinglar degan buyrug'ini ijro qilish maqsadida o'zining haqqidan voz kechgan vaqtda andin isloh qilgan bo'ladi. Shu Allah Qur'oni Karimda ala tuhib falyafu va yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Kechiruvtinglar, afu qilinglar, ututinglar. Allohning sizlarning gunohlaringizni kechirishini sizlar yaxshi ko'rmamsizlar degan. Demak, afu qilish, kechirib o'tishning o'zini Allohningki u afu qilg'uchining gunohini kechirishga, Allohning u afu qilayotgan, ya'ni o'zining qarindoshlarini afu qilayotgan kishining gunohini kechirib jannat kirgizishiga, o kishini alohida mukofotlashga bog'lab bizga bayon qilib berdi. Unda bo'lgandan keyin biz mayli shaxsiy o'zimizningki o'zaro ziddiyatlarimizda bo'lsin, yoki ayollar o'rtasida bo'lsin, yoki do'stlar o'rtasida bo'lsin, har qanday adovat ziddiyat bo'ldi ekan, yoki jamoatlar o'rtasida bo'lsin, guruhlar o'rtasida bo'lsin, isloh qilgan vaqtda cho'qim ma'lum o'zining nafsi yoki hissi bo'lgan haqqidan voz kechgan vaqtda andin isloh qilish mumkin. Alloh subhanahu va taolo mushu islohot qilib buyurgan mush oyatning keyin innamal mu'minuna ikhwa alohida mu'minlarning birsi bilan qarindosh ekanligini eslatib o'tdi.
Chuqum müminler birisi bilan sizlar dinni qarindosh, iymonda qarindosh. Ukidak. Unda bo'lgandan keyin fa aslihu bayna akhawaykum. Sizlarcho o'zaro qarindoshlar o'rtasida bo'lgan ziddiyatni isloh qilinglar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarning gunohlaringizni afu qilguvchi, rahim qilguvchi zot. Demak, bu oyatni Alloh subhanahu va taolo yuqorqi oyatni o'qigan odam, masalan, ikki jamoat o'rtasida ziddiyat bo'lsa, jiq odamlar o'rtasida ziddiyat bo'lib qolsa, buni isloh qilish zarur ekan. Chunki buningki zini noyatibak umum jamiyatni egallab ketiradi. Jamiyatda nurg'un qalayimqanchilikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ammo ikki odamning o'rtasida yoki 3-4 odamning o'rtasida ziddiyat bo'lib qolsa, adovat, xafaroq bo'lib qolsa, buni isloh qilish uchun unchalar zarur emas ekan deyish mumkin-da. Alloh subhanahu va taolo bundaq deyishning to'g'ri emasligini bayon qilib, ham oldingi oyatda bayon qilgan ikki jamoat o'rtasida urush bo'lsa, isloh qilinglar deganlarga bu iymoniy qarindoshlikni aslatish. Va shundaqla bayna akhawaykum deb mush lafzi bilan keltirishi, hatto ikki musulmon o'rtasida ziddiyat bo'lib qolsa-mu, adovat bo'lib qolsa-mu, urush bo'lib qolsa-mu, buni darhol isloh qilish uchun oldiranglar. Buni ikki odamning o'rtasidagi ishkan, jamiyatga zini jiq yo'qkan deb tashib o'tirgan, sal qaraydigan ishincho sizlar qat'iy qilmanglar deb musho hukmni bizga o'g'itish uchun, bizga bayon qilish uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatni keltirdi. Bu müminlarning qarindosh ekanligi haqida buningdan boshqa nurg'un oyatlar, nurg'un hadislar bor. Ustozlarimizning bu haqda nurg'un darslarda qarindoshlarimiz azaldan to'xtalib kelyapti. Shuna vaqtning uzrab ketmasligi uchun bu müminlarning qarindoshligi haqida men alohida jiq to'xtalmayman. Alloh subhanahu va taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Hammamizni o'zaro ziddiyatlashib qolsak, birimizni afv qila oladigan afvchanlik ruhini bizga ato qilsin va mu'minlar o'rtasida dunyoning har qaysi joylarida bo'layotgan har xil urushlarni, har xil ziddiyatlarni ko'tarib yetishga umumiy mu'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo insof ato qilsin va shundaqla bizningki ala tuhibbuna ay yaghfirallohu lakum degan mush oyatning hukm bo'yicha umumiy dunyodagi musulmonlarga o'zaro birisini afv qilib, birisini kechirsa, Alloh subhanahu va taoloning bularga rahim qildiganligidan iborat. Mana bu buyuk sharafni yaxshi ko'rdigan, mush sharafga erishishga tirishadigan alohida muhabbatni Alloh hammamizga ato qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastaghfiruka va natubu ilayk.